O'sh va Botken oblastining kasb-hunar liseyining vakillari bugun O'sh shahrida o'zaro musobaqalashdi. Festivalda turli kasb egalari o'z hunarlarini namoyish etishdi. Festivalning maqsadi kasb egalarining darajasini oshirish bo'lib hisoblanadi. Bu ishlarning negizgi maqsadi bu именно kesipchilik o'quv joylarini hozirgi zamonda qanday desam, dangazaloo, popularizatsiyaloo, shu kesipchilik o'quv joylariga bizning yoshlarni, jumushsiz yoshlarni tartu, qandaydir bir kesip bilen kesipke ega qiluu maqsadida shu dolbordu biz ishlab chiqib, dolbordu atqarib жатабыз. Festival ishtirokchilaridan biri Alimbek Egamberdi o'g'li oshpazlik hunarini egallash niyatida. U 113-kasb-hunar liseyida o'qiydi. Biz bu liseyga kelген себеби өзүнүн liseyga көп абитуриенттерди алууга жана өзүнүн кесибибизди реклама кылууга келдик. Мен өзүм буга кызыгат элем, кичинемден бери. Мектепте да өзүм кулинарный таланттарымды көрсөтүп не болот элем. Бул лицейге келгенден бери мен кондитердин азыктарды жана ашпоздукту үйрөндүм. Qadamjoy rayonining 33-kasb-hunar liseyidan kelgan elektr sohasida o'quvchi bu yigit esa festival g'olibi bo'lishni niyat qilishganini aytadi. Kesibim ayir çarba elektromonitörü S kategoriyasında avtomobil aydaçu, MS tayfasında okuymun. Biz bu yerge жақсы dayanala kaldık, birok iyilikке жетебиz деп keldik. Qo'ldan kelishincha harakat qilamiz. Tadbirda har bir kasb egalari o'z kasblariga ko'ra kiyim kiyib sahnaga chiqishdi. Lisey turli kesiplerge үйрөтүү tarmağında 1964-yıldan beri iş alıp barat. 16-kasb-hunar liseyining talabasi Nurdin Muxtaroğlu kasb-hunar egallashni istagan barcha yoshlarni o'z liseyida o'qishga taklif qiladi. Bizning kasb liseyda bunga o'xshagan barata, bo'sh reshotka, eshik, temir eshiklerdi жасайбыз. Бул кесип менен бардык жерде иштеп, каалаган жерге ишке кире аласың. Мисалы, азыр көп курулуштар ширетилип курулат. Мен өзүм теңгилерди баарын ширетүүчүгө чакырмакмын. Келгиле окугула, үйрөнгүлө, кыргызстаныбыздын сапаттуу болуп өсүп өнүгүшүнө салымыңыздарды коштоңор дейм. Tadbir so'ngida g'oliblar aniqlanib, ularga mukofot topshirildi. O'sh shahridagi talabalarning ko'pchiligi darsdan tashqari turli kurslarga borishadi. Biroq qo'shimcha bilim olish uchun barcha yoshlarning cho'ntagi ko'tarmaydi. Mana shu muammoni hal qilish maqsadida shaharning faol yoshlari 10 ga yaqin yo'nalishdagi bepul kurslarni ochgan. O'sh shahrining yoshlarin ақысыз bilimlerге ega qilamiz degan, alında kompyuterlik bilimler, tildik ingliz tili, orus tili, debat, liderler mektebi siyaqti o'quvchilar bor. Bugun bu yerda biz ошол жана компьютердук жаштарды компьютердук жанагы сабатын жоюу максатында ушундай курс ачканбыз. Ошол негизинде жаштар билим алууда. Негизгиси башка окуу курстардан бул жер акысыз, 100% акысыз. O'quv kursi 2011-yili tashkil topgan. 2 yilning ichida 2000 dan oshiq talaba o'quvchilar bilim olishgan. Bugun bo'lsa bu yerda ingliz tilini o'rganaman deb kelgan talabalarning navbatdagi qabul jarayoni bo'lmoqda. Bir guruhga atigi 22 kishi olinadi. Bunda ishtirok etaman deganlarning soni juda ham ko'p. Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Ош шаарынын жаштар иштери боюнча комитетинин англис тил акысыз долбоорун кош келиңиздер деп айтып кетмекчимин. Биз азыр буга чейин жана компьютер класс болдук. Бүгүн өтүп турган бул жер англис тилин үйрөнүүчү кабинетибиз. Чынында Ош шаарында, жаштардын ичинде ошо тилдерди үйрөнүү чоң проблема, көйгөй. Эмне үчүн дегенде кайсыл жерге барбаңыз акча сурайт. Жок дегенде 3000 сом айына. Ошон үчүн биз ушул маселени чечиш үчүн ушул нерсени ачканбыз. Мен ойлойм, ошол бүгүнкү биз акысыз курстар менен biz ушул маселени чечтик. Bu velosipedlarning shahar maydonida paydo bo'lganiga hech qancha vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, uni minishni istaganlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Yaqindagina O'sh shahrida o'tkazilgan startup Weekendda 3-o'rinni olgan Nursulton biznes g'oyasini amalga oshirishga imkoniyat olgan. Biroq shahardagi bu yangi ko'rinishning asosiy maqsadi mablag' topish emas, deydi. Бұл долбоорду ишке ашыруу негизги максаты бул жаш бизге окшогон жаш жарандарды өзүнө кичине ден соолугуна пайдалуу иштерге чакыруу жана ошондой эле
сергек жашоого чакыруу максаты болгон. Жана ошондой эле бир максаты бул шаардагы тыгындыкты, пробканын алдын алуу эске алынган. Shaharning vatanparvar fuqarosi Nursulton muammo bo'la boshlagan avtomobillarning tirbandligi masalasini hal qilishni istaydi. Shu sababli aholini mashinadan velosipedga o'tkazishni maqsad qilgan. Uning ta'kidlashicha, agar fuqarolarimiz shaharda velosiped haydashga o'tishsa, tirbandliklarning oldi olinadi. Sekin astalik bilan bu maqsadimga erishaman deb Nursulton bizni ishontirdi. Asta секиндик менен албетте ишке ашат деп ойлойбуз. Машинага алсак бул машинанын өзүнө кеткен чыгымы бар, ага бензин куюш керек. Көптөгөн оңдотуу болот. Ал эми бул велосипедти минсе бул бир жагынан өзүнүн ден соолугуна пайда болсо, бир жагынан эч кандай чыгым деле кетпейт. Demak, yoshlarning jamiyatda o'rni bor. Ular bunga intilmoqda deb ishonch bilan ayta olamiz. Bular hozircha sanoqli bo'lsa-da, jamiyatga o'z foydasini ko'rsatmoqda. Ayperi Olimp maktabining ilg'or o'quvchilaridan. U o'qishdan tashqari vaqtida yoshlar uchun tashkil etilgan startup klubida faoliyat olib boradi. U o'zi o'qiydigan maktabda biznes klub a'zolaridan tashkil topgan jamoaga koordinatorlik qiladi. Bizning klubimiz 2 yildan beri ishlab жатат. Bizning klubimizda 15 адамдан турат. Биз тренингтерде катышабыз, бизнесмендер менен жолугушуп, алардан көп маалымат алабыз. Анан экскурсияларга барып, ошол жерден дагы кызыктуу бир маалыматты алып, ошентип öğrenip жатабыз. Ayperi hamda uning do'stlari faoliyatini ijobiy baholagan startup klub yetakchilari bugun ularga zamonaviy texnik vositalar sovg'a qilishdi. Bu texnikalar Instream jamoat fondi tashabbusi va Amerikaning USAID tashkilotining moddiy qo'llavi orqali olingan. Shu bilan birga mazkur loyiha asosida Olimp maktabidan tashqari O'sh shahridagi Makarinka va Panfilov maktablarida ochilgan startup klub a'zolariga ham kompyuter va printerlar topshirildi. Panfilov maktabining 10-sinf o'quvchisi Nurullo ham 2012-yildan beri startup klubida faol ishtirok etib keladi. U shu vaqt davomida startup klubining bir qancha o'quv kurslarida ishtirok etgan. Shu bilan birga do'stlari bilan birga yangi biznes g'oyalar ustida ishlab keladi. Bu startup klub to'g'risida birinchi yil bilganman. 9-sinfligimda shu Davron Salimov degan bola kelib yurardi bizga. Shu bola kelganda bir meropриятие bo'ladi, mana startup klub degan gruppa bor edi, shunga kelganmiz. Kirib qo'shilib a'zo bo'lib Yine bilishimcha o'sha yerda klubda yurganimiz bizga har xil treninglar o'tishi boshladi. Biznes to'g'risida, biznes qanday qilib biznes ochish mumkin, har xil bunaqa ideyalar gapirib berdi bizga. Treninglar o'tib berdi. Endi biz shunga qiziqqanimiz uchun har xil Jallovotga, bir şey lagerlarga bordik. Shaharda o'zida har xil ekskursiyalar bo'ldi. Shunaqalar aktivni qatnashib yurdik. Maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan startup loyihasi respublikaning 4 hududida Bishkek, Qorabolta, Jallobod hamda O'sh shahrida ish olib boradi. Bu loyiha asosida hozirda 23 guruh ishlamoqda. Guruhga 8-11-sinf o'quvchilari orasidan istagan yoshlar a'zo bo'lishi mumkin. Startup klub orqali muvaffaqiyatlarga erishish uchun esa bu klubning faol a'zosiga aylanish kifoya. Ал үчүн балдар өзүнүн мектебинде клуб кылыш керек, стартап клубду ачып, клубда жөн эле ачып койбостон, ал жакта активно иштеш керек. Биз кылган тренингтерге, жолугушууларга, экскурсияларга катышып, андан тышкары өздөрүнүн пландары боюнча иштешип, өз ара иштеш керек. Андан тышкары дагы биз бириктип, биз жактан, балдар жактан инициатива көтөрүп, чоң деген жакшы мероприятияларды кылабыз. Ошо мероприятияларга активно катышып, бизнес пландарды жазып, ал бизнес пландарын ишке ашырып, өздөрү ар бир клубда минимум бир бизнес идея болуш керек, бизнес план иштеш керек. Endi Ayperi, Umid va Nurullo kabi startup biznes klubi a'zolari bu texnikalar yordamida biznes g'oyalari va yangi loyihalar ustida ishlashadi. Davron Nasibxonov, Ilhom Ibragimov, Intimoq. Qurbon bu Turdibekova onani To'lakon qishlog'ida yashovchilarning bari qo'shiqchi sifatida tanishadi. Qo'shiq aytish o'zbek odatlaridagi marsiya kabi bo'lib, qahramonimizning aytishicha, bu hunar unga o'z onasidan meros qolgan. Ben apamman diyengim. Apam bilemedi shunday qo'shiq söyle. O'shuning yengimde. Kız göçürgöndü. Kızlardı yönetkendi. Şu kızlarım bargan жерден бактап, өздөрүмөн өздөрү болсун эми. Кыздарды алтындан сөйкө такканмын, ардактап кызды бакканмын.
Gümüşten söykü taqqanmın, gülpetep kızdı baqqanmın. Altından söykü ırğasın, emi alğanı menen jırğasın. Gümüşten söykü ırğasın, görgönüm menen jırğasın. Qurbonbu onaning aytishicha, oxirgi paytlarda qiz to'ylarda qo'shiq aytish odati yo'qolib bormoqda. Qo'shiq bu shunchaki qo'shiq emas, u turmushga chiqayotgan kelinga aytiluvchi pand nasihat bo'ladi, deydi ona. Ertemenen turup jür, ek yağın jiyip jür, ek yağın jibasan enetek atqa konasun. Sağar menen turup jür, salam jalın kılıp jür, salam jalın kılbasan salındı atqa konasun. Turumtay degen kuş bolat, tumşuğunan sılap öt. Kaynene degen jakşımış karıgıça sıylap öt. Sıylağanın bilbesek can kudaya kayılap öt. Turumtay degen kuş bolat, tumşuğunan sılap öt. Kaynata degen jakşımış karıgıça sıylap öt. Sıylağandı bilbesek can kudaya kayılap öt. Çok neme olat elekte. 80 yoshdan oshgan qahramonimiz nabiralardan ortib, chevaralarni ham o'z allalari bilan tarbiyalashga harakat qiladi. Suluv qiz, kuyasidan dolu qiz. 9 farzandni tarbiyalab ulg'aytirgan onaxon hozirda 40 dan oshiq nabira, 20 dan oshiq chevaralar qurshovida umr guzaronlik qilmoqda. Uning fikricha, oilaviy baxtni topishning siri sabrlilik va o'zaro inoqlikda. Intimaq ko'yle. Bu qanday ulut bo'lsam bile shunday intimaqlikda. Qurbon onaning do'stlari u o'z qizlarini turmushga uzatayotib, qo'shiq aytib kuzatganini yaxshi eslashadi. Turganda aytsalar, ba'zi yerda borgan yerimizga aytadilar. Endi ular aytmadi, esan chiqdi da. Yaşdan beri yaxshi, yaşdan beri qo'ngshi bo'lib olishib, çalışib yaxshi aşımız içip, yaxshi sözlü söylep öyle yürüp gelir. Qahramonimiz bizni kuzatish arafasida ham o'z duosini berdi. Davlatga betimiz kuzarsın. Dasturxonumuz çıt olsun, uyimizga mehmon jit olsun. Dasturxonumuz uzarib, farzandga qo'limiz uzarsın. Davron Nasibxonov, Nodir Bo'ronboyev, Intimaq. Qirg'iziston Respublikasi Milliy bankining ma'lumoti bo'yicha bugun bir AQSh dollari 48 so'm 75 tiyinni, yevro 65 so'm 80 tiyinni, Rossiya rubli 1 so'm 52 tiyinni, O'zbek so'mi 2 tiyinni, tojik somonisi 10 so'm 30 tiyinni tashkil qildi. Qirg'izgidrometning xabar berishicha 26 sentyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamolning yo'nalishi o'zgarib turadi, tezligi 1-6 metr sekund ketadi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 14-19 daraja, kunduz 27-32 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 15-12 daraja, kunduz 30-35 daraja issiq bo'ladi. Jalolobod oblastida kechasi 15-12 daraja, kunduz 30-35 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 5-10 daraja, kunduz 23-28 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 5-10 daraja, kunduz 27-32 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 8-13 daraja, kunduz 21-26 daraja issiq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 14-19 daraja, kunduz 27-32 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda 26 sentyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamolning yo'nalishi o'zgarib turadi, tezligi 1-6 metr sekund ketadi. Havoning harorati kechasi 15-17 daraja, kunduz 30-32 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda 26 sentyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamolning yo'nalishi o'zgarib turadi, tezligi 1-6 metr sekund ketadi. Havoning harorati kechasi 16-18 daraja, kunduz 30-32 daraja issiq bo'ladi.